juda ketyapti. Hozir o'rtoqlar orqamdagi viloyat qaysi deb o'ylaysizlar? Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Charchamadinglar? Sizlar qaysi viloyatdan tayyorgarlik ko'rasiz? Andijon viloyatidan. Kayfiyatinglar qanaqa? Zo'r. Tayyorgarliklar, charchamadinglarmi? Как ваше настроение? У нас все отлично. Пока подготавливаемся. Вы не устали? Нет, не устали. Endigi navbat Buxoro viloyatiga kelib, ularda tayyorgarlikni ko'rib chiqamiz. Assalomu alaykum. Tayyorgarlik jarayonlari qanaqa ketmoqda? Biz ham Buxoro viloyatida, masalan, Buxoroning milliy qadriyatlarga boy bo'lgan o'sha milliy taomlari, divan qadriyatlarida hamma narsalarni ko'rsatyapmiz. Mumkin qadar barchalaringizni bizani Buxoroda kutib qolamiz. O'rtoqlar, keyingi navbat qaysi viloyat deb o'ylaysizlar? Menimcha Xorazm bo'lsa kerak, to'g'rimi? To'g'ri. Yuringlar, talabalardan fikrlarini so'rab ko'ramiz. Assalomu alaykum. Qalay bo'lyapti tayyorgarlik jarayoni? Ha, Xorazmlik ustozimiz Sohiba Sapayeva. İngliz tili ustozimiz. Xo'p, assalomu alaykum. Avvalambor hammani Navro'z ayyom bilan tabriklaymiz. Xorazmdan xush kelibsizlar. Bizani dasturxonimiz hali prosesda tayyorlanyapti. Xorazm nonlari mana. Xorazm tuxum baraklari endi keladi. Mana bu yerda tayyor svejiy ham qaynatib beramiz. Sal turib kelsanglar qaynatib beramiz. Chak-chak bizada ham bor. Mana bu narsa special narsa, kurs deyiladi. Go'zallikni qaranglar, go'zallikni. Navro'z ayyomida mana shunaqa urf-odatlarimiz, shunaqa chaqchuqlar bilan, chiroyli dasturxonni bezatish bilan ko'rinadi. Xorazmchada bir nima deb bering tomoshabinlarimizga. Hamma qora ko'zlarni kelib kelgan ayyomlar bilan tabriklaymiz. Umrlari uzoq bo'lsin. Baxtlari to'kis bo'lsin. Qo'shqonlari bilan qo'sha ko'rsin. Dasturxonimiz har doim to'kin, sochin, barakali bo'lsin. Nima niyat etgan bo'lsangiz, niyatlaringizni erishib yurgaysizlar. Men eshitganman. Ham yaxshi joylardan nasib etsin. Aytganingiz. Men eshitganman, Xorazm qizlari chiroyli bo'ladi, rostdan shunaqami? Bilmadim endi, qarangchi menga chiroyliman. Ajoyib. Xorazm nafaqat milliy taomlarni olib kelibdi, balki hunarmandlik mahsulotlarini ham olib kelibdi. Yuringlar ko'ramiz bir. Bu Xorazm shohlar o'zlarini shu kanizaklariga marjonlar, nimalar sovg'a qilishgan ekanda, buni sirini qarang. Bu o'zi ochilmaydi. Nimadir deb o'ylash mumkin, lekin mana buni mundoq qilasizda, keyin buni ko'tarib, To'g'rida kaliti shu. aylantirib ko'ringchi. Mana, Wow. mana Wow. ko'tarilar ekan, mana ochiladi, mana kesasizlar. Ajoyib, ajoyib. Yana bu yoqqa tilla taqinchoqlarini solib, durlarni qo'yib, yana joyiga qo'yishar ekan. Yana bitta qiziq viloyatimiz bilan hozir tanishamiz. Assalomu alaykum ustoz. Assalomu alaykum. Kayfiyatlaringiz yaxshimi ustoz? Rahmat. Bayram qalay bo'lyapti? Voy, gap yo'q. Hamma viloyatlar urf-odat an'analarini ko'rib turibmiz. Navro'z huquqi yana Toshkent xalqaro universitetida ko'ribdi. Talabalarning harakati, professor o'quvchilarning harakati, mana bunday milliy urf-odat an'analarini ko'rsatgani, menimcha yana bir marta vatanparvarlik, vatanga bo'lgan muhabbat, sadoqat ruhini ko'rsatayotganligidan faxr bilan aytishim mumkin. Ustoz, bugun qaysi viloyatga tayyorgarlik? Bugun biz Surxondaryo viloyatiga tayyorgarlik ko'rdik. Mana asosan talaba qizlarimiz, mana fakultetimiz jamoasi Surxondaryo viloyatini namoyish etadi. Nafaqat Surxondaryo viloyatining urf-odat va an'analarini, balki milliy folklor raqslarni ham biz sahnada rejalashtirdik. Tashlab berasizmi? Marhamat, kelinglar. Surxondaryo viloyati taomlari boshqa viloyat taomlaridan ajralib turadi. Nimasidan ajralib turadi? O'ziga xos janubiy viloyatda joylashganligi sababli iqlimidan kelib chiqqan holda taomlari ham shunday tayyorlangan. Masalan, Surxondaryoda qozonlarda tayyorlanadigan qatlama, somsalar, mana bu yupqalar, g'ilvinda ko'rib turibsizlar, ko'k somsalar, hatto Surxondaryoda qovurma lag'mon ham. Mana ko'rib turibsizlar qatlama patirlar. Mana bu Surxondaryo viloyatidan olib kelinganligini ko'rib turibsiz. Surxondaryo viloyati sabzavotlari bilan ham mashhur, dehqonchilik juda ham yaxshi avj olgan. Sabzavotni bekor emas. Sabzavot mahsulotlarini ham biz qo'ydik. Bizni e'tiborimizni tortgan yana bitta narsa bu universitet o'rtasiga qurilgan chodir bo'ldi. Bu adashmasam Qoraqalpog'iston Respublikasini ko'rgazmasi bo'lishi kerak. Yuringlar bitta kirib so'rab ko'ramiz. Voy, ichkarida bazm bo'lyapti ekan. Assalomu alaykum hammaga. Charchamayapsizlarmi? Qalay bo'lyapti ustoz? Zo'rmi? Sog'lig'iga bitta duo qiling. Ilohim, mana shunday yurtimizda bayramlar bo'laversin, hammaning xonadan to'y tomoshalar bo'lsin. Allohu akbar. Ustoz, qalay bo'lyapti? Juda ham zo'r bo'lyapti. Zo'rmi tayyorgarliklar? Juda ham. Ham bitta talaba bersangiz, biz tanishtirib bersak. Kim gapirib beradi talabalarga? Keling. Qoraqalpoqdamisiz? Oh, Shevada bo'lsa ketaveradi. Birinchi bobdan she'r deb she'rdan maza taronusini ko'rsangiz bo'ladi. Bu bizning shitiylarimiz, ishan, so'k, yeshirda bo'lmagan qovun qurtimiz bor bizlarda. Qovundan tayyorlanadi. Keyin aqsolab, o'zbekchasida lavash deb aytsa bo'ladi sizlarning tilingizda. Sizlar bizlarning
faxrligimiz deb aytsak bo'ladi. Bu bizlarning Amudaryo baliqlarimizdan biri. Sahna ko'rinish bo'ladimi? Qoraqalpoqlarda nima kutaylar? O'tgan yilgisida yondirgandi lekin. Bunisida ham yondiramiz. Zo'r bo'ladi. Hammasi zo'r bo'ladi. Bo'lmasa, bularning o'yinini sahnada ko'ramiz. Rahmat hammaga, charchamanglar. O'rtoqlar, men o'zim Jizzaxdan Zomindaman, shuning uchun hozir Jizzax bilan bitta tanishib chiqamiz, ketdik, yuringlar. O'rtoqlar, Jizzax intervyusi davom etadi. Hozir Jizzaxda yoritib beramiz. Do'stim, qalaysiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Salomatmisiz? Rahmat. Xo'p, dasturxon haqida qisqacha tanishtiring. Dasturxonimizda bugun har doimgidek to'kin sochilli. Mana bizning Jizzax somsalarimiz katta boshimizda keladi. Kattaligini qaranglar. Yo'q, nari taraflarimizda mana Jizzax somsalarimiz. Hadda shedagi boshqacha. Mana bitta kelim yaqinroqda olamiz, o'zimizni palovqon to'ramiz. Vau! Issiqqina turishini qaranglar. Shunday yesangiz yoqadi-yu. Xo'p. Yana yog'imizda mana kaboblarimiz, Jizzax tandir go'shtlari, ko'k somsalar, mana nonlarimiz, qozon yog'li nonlarimiz. Qozon patr bormi? Mana qozon patr. Mana qozon patrimiz. Men o'zim Jizzaxdan Zominda bo'lganim uchun tanishtirib beraman. Bu biroz kichkinasi ekan. Aslida qozon patrimiz kattaroq bo'ladi-da. O'rtasiga yog' solinib, yog'iga shunday botirib yeyiladi, shunaqa mazza bo'ladi. Buni yeb turib, yana qayta Zominga borib turib yegiz keladi hal. Xo'p, ko'ramiz. Bu yo'g'ini o'zim davom ettiraman. Nahotki Zomindan, Jizzaxdan shuncha narsa chiqsa, zo'rligini qaranglar, ayniqsa mana somsani zo'rligini qaranglar. Katta turishini qarang. Buni bitta yesangiz, aniq qorningiz to'yib qoladi. Buni bittasi 2 kishiga yetadi. Jizzaxning nomidan nafaqat jizzaxliklar, boshqa talabalar, balki xorijlik talabalar ham, Afg'onistondan kelgan talabalarimiz ham qatnashyapti. Ko'rishingiz mumkin. Jizzaxda yana mashhur narsalardan bittasi O'zbekistonimiz prezidenti Shavkat Mirziyoyev Jizzax viloyati Zomin tumanida tug'ilgan. Biz faxrlanadigan narsalardan bittasi. Rahmat hammaga. Biz keyingi viloyatga ketdik. Bizni kuzatishda davom eting. Kayfiyat qalay qizlar? Alaykum. Baxshi zo'r, kayfiyatimiz zo'r. O'yinlar, tadbirlar baxshi zo'r. Qaysi viloyatdan chiqyapsiz? Qashqadaryo viloyati. Qashqadaryo, vau, zo'r. Qashqadaryo nimasi bilan mashhur? Tandir bilan albatta birinchi o'rinda. Ko'p go'sht yeysizlarmi rostdan? Bo'ladi, o'zgacha. Bitta o'tirganda bitta qo'y deb qo'yishdan kerak. Shunaqa degan gap bor, lekin bilmadim, kimga qanaqa. Zo'r. Navruz bilan hammani birga tabriklayveramiz. 3-2-1. Navruz muborak. 3-2-1 ket. Navruz muborak. Hurmatli do'stlar, tadbirimiz boshlandi va tadbirimizga rasmiy mehmonlarimiz ham tashrif buyurishdi. Kim yaratadi? Mana shu yerda o'tirgan ustozlar, kelajagi bor shogirdlar 3-renessansni poydevorini yaratadi. Zamon o'zgardi. Ilmga barcha imkoniyat yaratilyapti. Hozir sizlar dunyoni olish imkoniyatingiz bor. Toshkent xalqaro universiteti nomidan mana shu ulug' ayyom, sharqona yangi yil bilan barchangizni chin qalbimizdan samimiy muborakbod etamiz. Nazira qizim, choy olib kel. Choy. Buncha bular ko'p choy tushaveradi.
Tadbir qanaqa bo'lyapti? Tadbir вообще zo'r. Mana bugun xalqaro universitetda 100 fakultetining bolalarimiz, 6-guruhning bolalari hammasi ko'ryapsizlar. Kayfiyat zo'r, a'lo darajada ketyapti. Bitta baqirib qo'yamiz, tiyayu deb. 1, 2, 3 ket. Tiyayu!